Assalamu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz marhum tarixchimiz Turg'un Almas Apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Uyg'urlar bilan Tibetlarning o'zaro urush qilganligi, ammo Tang sulolasining Uyg'ur tarafda turmiz deb Uyg'urlarga yordam qilmaganlikdek voqealiklarni o'qib o'tgaydik, endi davomini o'qiymiz. Ay Tanrixonning harbiy yurishlari. Tarixiy faktlarga qaraganda, besh baliq shu qitim Tibetliklarning qo'lida 17 yil, ya'ni 791-yildan 808-yilgacha 17 yil Tibetliklarning qo'lida qoldi. Ay Tangirida qut bo'lmish quluq bilga qolganning vaqtida, ya'ni 805-yildan 808-yilgacha Uyg'ur urxun qolganligining ahvoli yaxshilanishga boshladi. U milodining 808-yili Tibetliklarni besh baliqdan qo'g'lab chiqardi va Kangso'dagi unimi egallab oldi. Bulubmu Jungo tarixchilari bo'yi qag'an deb atagan Ay Tanrixonning vaqtida 808-yildan 821-yilgacha bo'lgan vaqt ichida Uyg'ur urxun qag'anligi yana kuchaydi. 9 Uyg'ur Ay Tanrida qut bo'lmish olib bilga qag'an yadikorligi va yilnomidagi ma'lumotlarga asoslanganda Ay Tanrixon uning nomini qisqartib shundoq atadik. Tarixda doston bo'lg'ida g'albilik harbiy yurishlarni ilib borgan. Ay Tanrixon 200 ming kishidan ortiq otliq qo'shinni safarbar qilib, itoatdan bosh tortganlarning va Tibetliklarning ustiga yurish qildi. Ay Tanrixon milodining 810-yillari Yansay daryosining yuqori iqimida yashaydigan qirg'izlar ustiga bostirib bordi. Qirg'izlar boshda Uyg'ur urxun qag'anligiga itoat qilgan bo'lsa-mu, keyin isyon ko'tarib o'z oldiga ayrim bo'lib olgan edi. Qirg'izlarning o'z oldiga ayrim bo'lib olishiga yo'l qo'ymagan Uyg'urlar ularni qayta bo'ysundirgan bo'lsa-mu, milodining 790-yillari Uyg'urlar Tibetliklarning hujumiga uchirganda ular yana mustaqil bo'lib olgan edi. Ay Tanrixon Yansay daryosining bo'yiga yetib kelganda jangovar qirg'izlarning nihoyat qattiq qarshiligiga uchirdi. Lekin Ay Tanrixon botur qirg'izlarni nihoyat qattiq bostirdi. Nurg'un qon to'kildi. Ay Tanrixon milodining 815-yili Uyg'ur qo'shinlarining asosiy qismini safarbar qilib, o'zining mashhur g'arbga yurishni boshladi. U besh baliqni qayta besib olgan Tibetliklar ustiga besib kelib, hozirgi Jimsar atrofida Tibet qo'shinlarini tarmar qildi. Orqadan Kuchaga qarab yo'lga chiqdi. Shu chaqda Tibetliklar Kucharni qo'rshib olgan edi. Kucha uchun aytganda qonliq janglarda mag'lub bo'lgan Tibetliklar Qora shahriga qarab qochdi. Ay Tanrixon sharqqa qarab qochgan dushmanning kaynidan bo'rondek tezlikda qo'g'lab kelib, Tibetliklarni hozirgi Ashma yoki Charchi atrofida tarmar qilib, nihoyat cho'ng g'alabaga erishdi. Besh baliq, Kucha, Qorashahar atroflarida Ay Tanrixonning Tibetliklar ustidan qozongan shonliq tarixiy g'alabasi Sharq bilan G'arb orasidagi xalqaro qatnash yo'lining omonligini kafolatlantirdi. Ay Tanrixon Qorashahar atrofida Tibet qo'shinlarini to'liq tarmar qilgandan keyin g'arbga burilib, Qashqar orqali Farg'ona va Yatta suvgacha yurish qildi. U Farg'ona va Yatta suvdagi qorliq turkashlarni qaytadan bo'ysundirib, ularni boshqaradigan tutuq tudullarni tayinladi. Undan keyin Urxun daryosining bo'yidagi poytaxti Qorabolg'asonga shuhrat va tantana bilan qaytib keldi. Uyg'ur urxun qag'anligining eng mashhurlaridan biri bo'lgan Ay Tanrixon milodining 818-yili Tang sulolasining poytaxti Chang'anga elchi avatib, Jungo malikasiga o'ylanganligini bildirdi. Milodining 819-yili Uyg'ur urxun qag'anligi bilan Tang sulolasi orasida tuzilgan bitimnomaga ko'ra, Tang malikasi Yuan An Ay Tanrixonga yotliq qilinadigan bo'ldi. Biz başta aytib o'tgandek, to'y murosimining vaqti orqaga surilgachga, milodining 821-yili Ay Tanrixon olamdan o'tib, bu qudilishish amalga oshmadi. Tarixiy ma'lumotlarga asoslanganda, milodining 815-yilidan tortib 848-yilgacha 33 yil Tibetliklar Uyg'ur urxun qag'anligi territoriyasiga qadam bosolmadi. 840-yili Sharqiy Uyg'urlar G'arbga ko'chib qag'anlikda qalaymaqonchilik yuz berganda, Tibetliklar 848-yili besh baliq Turpan qatarlıq joylarni besib olgan bo'lsa-mu, 865-yili Boku Tekin tarafidan qo'g'lab chiqarildi. Bu ahvolni o'z navbati kelganda tafsilroq bayon qilamiz.
Miladining 821-yili kun tangirida ulug' bo'lmish qag'on deb atalgan qag'onning vaqtida, ya'ni 821-yildan 825-yilgacha Tang sulolasi Malika Tayxuni uningga yotliq qildi. Uyg'ur qag'oni Jungo malikasini Qara Balg'asonga ko'chirib keladigan chaqda, ya'ni 821-yili Tibet xalqining buzg'unchilik silishining oldini olish uchun Kucha, Beshbaliq qatorliq shaharlarda turishliq Uyg'ur qo'shinlaridan 20 ming, ya'ni har bir shahardan 10 ming kishilik otliqni yo'tkab, mudofaa ishlarini kuchaytdi. Biz başta Malika Tayxuning Qara Balg'asonga kelganligi, Uyg'urlar o'rdisida tantanli to'y murosimi o'tkazganligi to'g'risida bayon qilib o'tgan edik. Shu qag'onning vaqtida Uyg'ur qag'onligi bilan Tibet davlati orasida bir qitim urush bo'ldi. Tibet qo'shinlari Qara Balg'asonga 5 kunlik keladigan joygacha besib keldi, lekin urushning oxirida Uyg'urlar Tibet qo'shinlarini chekindirdi. Uyg'ur qag'onligi Cho'ngdi qag'on va Hazar Tekinning vaqtida, ya'ni 821-yildan 832-yilgacha o'zining qudratli bosqichining, ya'ni 744-yildan 830-yilgacha bo'lgan vaqtlarda oxirgi kunlariga yaqinlashgan, ammo texi oxirlashmagan edi. Tang sulolasining ularga to'laydigan qarz hisobiga 822-yili 200 ming top, 827-yili 460 ming top, 829-yili 230 ming top yepak mol avatganligi buni isbotlaydi. 9-asrning oldingi yerimida kuchli Tibet xalqi ojizlab ketdi. Tibet xalqining harbiy kuch-qudrati o'z qo'shinlari bilan bo'libmi, Uyg'urlar bilan bo'lgan nihoyatda uzun so'zilgan qonliq urushlarda xo'rab, tugab ketishga tas-tamasla qolgan edi. Lekin shundoq bo'lsa-mu, Tibet xalqi milodining 845-yiligacha mavjud bo'lib turdi. Uning mavjud bo'lib turishiga o'zining asosiy dushmanlaridan biri bo'lgan Uyg'ur qag'onligining 830-yillaridan boshlab ojizlab ketganligi sabab bo'ldi. 7-bob Sharqiy Uyg'urlarning ko'chishi. Ko'chishning sabablari. Milodining 830-yilidan 840-yilgacha bo'lgan 10 yil Uyg'ur urxun qag'onligi tarixining 3-bosqichi bo'lib, shu mezgilda Sharqiy Uyg'urlar g'arbga ko'chib, qag'onlikning poytaxtini Qara Balg'asondan Tangri tog'larining etaklariga yo'tkab ketdi. Olib bilga Tangri Uyg'ur qag'on unvonida atalgan Hazar Tekinning vaqtida Uyg'ur hukmronlari ichida qag'onlik taxtini talashish yuz berib, ichki urushning ofatlik yong'inlari lovuldashga boshladi. Azaldan tortib Uyg'ur qag'onligida qag'onlik taxtiga Uyg'urlarning Yag'laqar qabilasidan bo'lgan qag'onlar o'ltirib kelgan edi. Milodining 795-yili Aychur olamdan o'tganda, uning o'rniga Yag'laqar qabilasidan emas, 10 Uyg'ur qabilasining biri bo'lgan Adizlar qabilasidan bo'lgan Qutlug' qag'on bo'ldi. Aychur vafot bo'lishdan burun o'rniga varis tayinlamagan edi. Uning o'rniga qag'on bo'lgan Qutlug' bosh vazir edi. Qag'onlik o'rnining Yag'laqarlardan Adizlarning quliga o'tishi, Uyg'urlardagi qabila an'analari ta'sirining ojizlashganligidan, bir butun Uyg'ur gavdasining asosidan turg'izilganligidan derak beradi. Uyg'urlardagi qabila an'analari ta'sirining ojizlashganligidan, bir butun Uyg'ur gavdasining asosining turg'izilayotganligidan derak beradi. Milodining 795-yili Adizlardan bo'lgan Qutlug' qag'on bo'lganda, Yag'laqar bilan Adizlar orasida qag'onlik taxtini talashish yuzasidan jidal bo'lmadi. Uning ustiga Adizlar qabilasidan bo'lgan qag'onlarning vaqtida Uyg'ur qag'onligi o'zining saltanatli qudratli holatini saqlab qolmasdan, balki o'z territoriyasi Beshbaliq, Kuchar qatorliq joylarga besib kirgan Tibetliklarni tarmar qildi va isyon ko'tarib itoat qilishdan bosh tortgan qirg'izlar, qarluqlar va turgashlarni qaytadan bo'ysundirdi. Adizlardan bo'lgan qag'onlardan Hazar Tekin bilan Xotikillarning vaqtiga kelganda, ya'ni 824-yildan 839-yilgacha bo'lgan vaqtda ba'zi bir Uyg'ur baglari qag'on bo'lish niyatiga kelib, o'z maqsadini amalga oshirish uchun qabila bayrog'ini ko'tarib chiqib, Yag'laqarlar bilan Adizlar orasida qonliq urushlarning kelib chiqishiga sabab bo'ldi.
Miladining 832-yili Hazar Tekin ichki urushda o'ldirildi. Uning o'rniga qolgan bo'lgan Xotekinning vaqtida, ya'ni 832-yildan 839-yilgacha ichki urush avjiga chiqdi. Miladining 839-yili Alip Quluq Bilga qolgan unvonida atalgan Xotekinning vaziri Archun Alip bilan Shunqar Tekin birlashib Xotekinni o'ldirmoqchi bo'ldi. Buni sezib qolgan Xotekin Archun Alip bilan Shunqar Tekinni o'ldirdi. Buningdan norozi bo'lgan Qara Buluq otliq tarqan, ya'ni vazir Xotekinga qarshi isyon ko'tardi. Qara Buluq çöl türkleriga murojaat qilib, ulardan harbiy yordam so'radi. Çöl türkleri Tangri tog'larining kungay taraflarida yashaydi. Ular Chumul va Chigil qatorliq ikki qabilaga bo'linadi. Chumullar hozirgi Urumchining sharqidan tortib Qumulgacha bo'lgan joylarda yashaydi. Chigillar bo'lsa Urumchining g'arbidan tortib Manasning g'arbigacha bo'lgan joylarda yashaydi. Qadimgi chog'dagi Jungo tarixchilari çöl türkleri yashagan joylarning çöl daladan iborat ekanligini nazarda tutib, ularni çöl türkleri deb atagan. Çöl türkleri degan nom ana shundan kelib chiqqan. Turli sabablardan ko'ra, keyingi vaqtlarda Chigillar g'arbga siljib, Yetta su, Talas vodlariga berib makallashgan. Chumullar bo'lsa milodining 790-yili hozirgi Jimisar atroflaridan ko'chib, Gansudagi Wuvey, Ningshadagi Lingwu degan joylarga yo'tkilib, Tang sulolasiga beqingan edi. Tang sulolasi ularning xonlariga Li familiyasini bergan. Mana shu çöl türkleri Jungo territoriyasi, Xuanxe va Changjiang vodisidagi bir qism joylarda keyingi Tang deb atalgan bir davlatni qurgan. Çöl türkleri qurgan bu davlat 14 yil, ya'ni 923-yildan 936-yilgacha hukm surgan. Çöl türkleri keyin Xanzularga assimilyatsiya bo'lib ketgan. Miladining 893-yili çöl türklerining harbiy yordamiga ega bo'lgan Qara Buluq bilan qolgan Xotekin orasida urush bo'lib, urushda Xotekin mag'lub bo'lib va o'zini o'ldirib oldi. Urushda g'olib bo'lgan Qara Buluq Adizlardan kichik Tekin otliq shahzodani qog'onliq taxtiga chiqardi va Yag'laqar qabilasidan bo'lgan bir qism tekinlarni nazarband qildi. Qara Buluqning qilmishidan norozi bo'lgan harbiy tarqan, harbiy vazir Quluq Bağa Yag'laqar qabilasidan qog'onliq taxtini tortib olish ko'yiga tushdi. Dal shu chaqda Uyg'ur qog'onligi territoriyasida tabiiy ofat paydo bo'lib, o'lmak ustiga tepmak degandek ish bo'ldi. Xalq eg'ir ahvolda qoldi. Kona Tang yilnomasi Uyg'urlar haqida qisidagi xotirlarga asoslanganda, milodining 839-yili Uyg'ur qog'onligining yayloqlariga nihoyat qilin qor tushib, qattiq judun bo'lib, nurg'ulg'an ot, kala va ushaq mollar muzlab o'ldi. Uning ustiga elda vabo kesili tarqalib, nurg'un xalq o'ldi. Yeza egilik va chorvachilik egiligi vayron bo'lib, elni ocharchilik qopladi. Xalq uy makonlaridan ayrilib, sarsonlikda qoldi. Ichki urush, vabo va tabiiy ofatning zarbasida xarob bo'lgan xalq dahshatli kunlarga qoldi. Uyg'ur qog'onligi mana shundoq eg'ir ahvolga duch kelganda, Yag'laqar qabilasidan bo'lgan Quluq Bağa qirg'izlardan yordam olib, qog'onlik o'rnini Adizlar qo'lidan tortib olish uchun 840-yili Yansay qirg'izlarining qishiga qochdi va qog'onlikning ichki ahvolini Qirg'iz xoniga ma'lum qildi. Xeli burunla isyon ko'tarib mustaqil bo'lib olgan qirg'izlarning xoni Quluq Bag'aning taklifiga jon deb qo'shilib, bu yaxshi fursatdan foydalanib, Uyg'ur urxon qog'onligini ag'dirib tashlab, Qara Balg'asundagi qog'on ordisining g'azinasiga to'plangan haddi hisobsiz qimmatli boyliqlarni qo'lga tushirmoqchi bo'ldi. Qirg'iz xoni 100 ming kishilik otliq qo'shinni atlandirib, Apa boshchiligida Qara Balg'asunga yo'lga soldi. Kona Tang yilnomasi qirg'izlar haqida qissa bobidagi ma'lumotga asoslanganda, Uyg'urlarga qeyrindosh bo'lgan Yansay qirg'izlarining til va yezig'i Uyg'urlar bilan o'xshash bo'lib, qiyofat jihatdan chochlari qizg'uch, ko'zlari ko'k,
Chiroylari oq suzuk keladigan. Uningdan burun qirg'izlar hunlarga, turklarga va uyg'urlarga tava bo'lib yashagan edi. Uyg'ur Orxon qag'anligi davrida ko'p chaqlarda uyg'urlarga beqinib yashagan bo'lsa-mu, ammo pat-patla isyon ko'tarib turgan. Oxiri 830-yillari atrofida yana isyon ko'tarib mustaqil bo'lib olgan edi. Milodining 840-yili Apa boshchiligidagi 100 ming kishilik qirg'iz otliq qo'shin Uyg'ur qag'anligining poytaxti Qara Balg'asunni besib oldi. Qirg'izlar Uyg'ur qag'ani kichik Tekin bilan Qara Buluqni o'ltirdi. Qag'an ordisiga o't qo'yib, kulini ko'kka so'rdi. Uyg'ur qag'anligining g'aznisidagi dunyo dapinini bulab talidi. Tarixda Osiyoning tarixiy sahnasida 2 asr qad ko'tarib turgan qudratli Uyg'ur qag'anligi yuqorqidek ichki urush, tabiiy ofat, vabo va qirg'izlarning hujumi bilan vayron bo'ldi. Ular qirg'izlarning hujumiga bardoshlik berolmadi, chunki sharqiy Uyg'urlarning nihoyat ko'p qismi g'arb, ya'ni Tangri tog'larining shimoliy va janubiga, yana bir qismi janub, ya'ni Jungoning shimoliy qismidagi Xibey bilan Sanshining shimoliga qarab ko'chdi. Xoin Quluqbaga qag'an bo'lish niyatiga yetolmadi. Janubga ko'chgan Uyg'urlarning taqdiri. Kona Tang yilnomasining Uyg'urlar haqida qissa va Liduyu haqida qissa qatorliq boblarida va uningdan boshqa munosabatli materiallarda Janubga ko'chgan Uyg'urlar to'g'risida ma'lumot bor. Uyg'ur qag'anligi 840-yili dahshatli yo'sinda vayron bo'lganda, sharqiy Uyg'urlarning nihoyat nurg'un qismi Pantekin boshchiligida g'arbga qarab ko'chgan edi. Pantekin boshchiligida g'arbga ko'chgan Uyg'urlarning ko'chish yo'llari, makonlashgan joylari va ularning tarixda o'ynagan roli to'g'risida navbat kelganda to'xtalamiz. Janubga ko'chgan Uyg'urlarning oldin qismi milodining 840-yili 8-oylarda Hormuz Tekin boshchiligida hozirgi ichki Mo'ng'ulning Datung shahri atrofiga yetib keldi. Ularning nihoyat ko'p qismi bo'lsa milodining 841-yili atyozda Xibey, Shanxi o'lkalarining shimoliga yaqinlab keldi. Uyg'urlarning janubga ko'chgan qismiga Adiz Ogi qag'an boshchilik qildi. Uyg'urlar poytaxt Qara Balg'asun qo'ldan ketgandan keyin O'gi Tekinni qag'an qilib ko'targan edi. O'gi qag'an Uyg'urlarni halokatdan qutuldirib, qag'anlikni asliga keltirmoqchi bo'ldi. U bu niyatni amalga oshirishda Tang sulolasidan harbiy yordam olmoqchi bo'ldi. U 11 Tekin, ya'ni shahzoda, 8 tarqon, ya'ni tashqi ishlar tarqoni va ichki ishlar tarqoni buning ichida, 2 beka, o'z bekasi va singlisi, 10 nafar sang'unni ilib Qara Balg'asunga yaqin joylarda yashaydigan 13 qabilani boshlab janubga kelgan edi. O'gi qag'an el o'gasi unvonida atiladigan bosh vazirning yetakchiligida Tang sulolasining poytaxti Chang'anga elchilar o'miga avatdi. Uyg'ur elchilari O'gi qag'anning topshiriqi bo'yicha Uyg'ur qag'anligini asliga keltirish uchun Tang sulolasidan harbiy va iqtisodiy yordam so'rdi. Jungoning podshohi Tang Wuzong O'gi qag'anning talabini rad qildi. Faqat vazir Li Diu Qing turganlikdan u Uyg'urlarga oziq-tulik yordam qilishga ma'qul bo'ldi. Bu yordamini tarixdan beri to'lab tugatilmagan ot sodisidagi qarzi hisobiga beradigan bo'ldi. El ügəsi başçılığındakı elçilər Chang'andan ümidsizlənən halda qayıtdı. Bu qitim Uyğurlarning beshiga ağır kun düşdü. Tang sulolasi qag'anligini asliga keltirishga cho'qim harbiy yordam berdi deb ishongan edi. Chunki Uyg'urlar milodining 756-yilidan 762-yilgacha davom qilgan o'nglik so'ygun isyonini bostirib berib, Tang sulolasini uzil-kesil halok bo'lishdan qutuldirib qo'ygan. Ayni chaqda Jungoga nurg'un harbiy yordam bergan edi. Tang sulolasi bo'lsa vafosizlik qilib, cho'tni boshqacha suqib, O'gi qag'anning talabini rad qildi. Natijada Uyg'urlarga nisbatan ishongan tog'da kiyik yotmabdi degandek bir ish bo'ldi. Voy, u Xitoydan vafo kelamdi. O'gi qag'an boshchiligida janubga ko'chgan Uyg'urlarning soni 300 mingdan kam emas edi. Ularni oziq-tulik, kiyim-kechak, turalg'u joy bilan ta'minlash nihoyat qiyin masala edi. Tang sulolasi 841-yili 12-oyda Uyg'urlarga ot uchun to'laydigan qarzlari hisobiga 20 ming xo ashliq berdi. Shuni aytish kerakki, shu chaqning o'zida Tang sulolasining Uyg'urlarga to'laydigan qarzi uncha ozmi emas edi.
Ögi Qağan başçılığında Janubqa köçkən Uyğurlar hər cəhətdən ağır əhvalda qaldı. Onun üstüge miladının 841-yili Ögi Qağanğa boysunmağan Hormuz Tekin 3 qəbilini başlap ketib, Tan sulalısıga təslim boldu. Tan Uzun, Hormuz Tekin qatarlıq Uyğur şahzadələrə Li familisi asasında tövəndikcə isimlərini qoydu. Hormuz Tekinga Li Sijun, Aruchiga Li Sijin, Sarvuchurga Li Sixuy, Ayavır Tarqanğa Li Hongshun. Öz elidən və öz xalqıdan yüz örgən bu xainlarning qilmishiga chidamagan Ögi Qağan miladının 842-yili Tan sulolasidan ularni qaytarib berishini talab qildi. Lekin Tan Uzun Qağanning talabini rad qildi. Ögi Qağan Hormuz Tekin boshliq xainlarni qattiq jazolamoqchi bo'lgan edi. Buningdan boshqa Janubqa ko'chgan Uyg'urlarning ichidagi shahzodalardan Nail Chortekinmu Ögi Qağanga bo'ysunmay o'zaro urushning kelib chiqishiga sababchi bo'ldi. Ögi Qağan Nail Chortekinga hujum qilib uni o'ldirdi. Janubqa ko'chgan Uyg'urlar turmush jihatdan nihoyatda qiynalib ketganlikdan Tan sulolasiga taslim bo'lganlarning chorvalarini bo'lab ketdi. Dal shu chaqda shimol tarafdan qirg'izlar hujum qildi. Janub tarafdan bo'lsa Tan sulolasining Xibi, Sanshi o'lkalarining chegara mudofiasida turgan qo'shinlarining qo'mondoni Liu Kudi və Jang Junvular hücum qildi. Qırğızlar 821-yili Uyğur Qağanıga yatlıq bolğan Məlikə Tayxuni Changanga uzutub ketiyotganda Ögi Qağan onu Qırğızlardan elib qalğan idi. Məlikə öz razılığı bilan qalğanmı yoki Ögi Qağanga yüz kelolmay ma'qul bolğanmı iş qilib Ögi Qağanның qishida qalğan idi. 843-yili Liu Kui Ögi Qağanga hücum qilganda Məlikə Tayxuni aketdi. Miladının 846-yili Ögi Qağanni onun Tarqani Məyin öldürdü. İnan Tekin Ögi Qağanның ufqisi Qağan boldu. Lekin İnan Qağanның təqdirimi qorqunçluq bir xavf ostida idi. U Uyğur qağanlığına beqingan Şiroylar arasıga barğan idi. Şiroylar onu düşmənlərə tutub berməkçi boldu. Bu çağda Janubqa köçkən 300 min Uyğurdan içki uruş, düşmənlərinin şimaldan və Janubdan qılğan hücumları və açarçılıq qatarlıq səbəblər nəticəsində aralla 500 kişi qalğan idi. Vay biçarda. Janubqa köçkən Uyg'urlarning bir qismi bir necha 10 ming kishi Tog' sulolasiga taslim bo'lgan bo'lsa, yana bir qismini qirg'izlar asir qilib aketgan edi. İnan Qağan mana shundaq og'ir ahvol ostida Shiroylar orasiga borgan edi. U Shiroylarning o'zining Tog' sulolasiga tutib berish niyatini bayqab qolgandan keyin bekasi Qarlu, o'g'li Do'st Tekin qatorliq 9 kishini ilib kechasi xufiyona holda Shiroylar orasidan chiqib g'arbga yurib ketdi. Tarixiy xotirlarda İnan Qağanning keyingi taqdirining qanday bo'lganligi haqida aniq bir ma'lumot yo'q. Ba'zi xotirlarda İnan Qağanning O'rta Osiyodagi Samarqandga borganligi aytiladi. Ögi Qağan boshlig'ida Janubqa ko'chgan Uyg'urlarning qag'anligini asliga keltirish umidining amalga oshmaganligi va o'zlarining tamoman vayron bo'lganligida asosiy ikki sabab bor. Onun biri Janubqa ko'chgan Uyg'urlar ittifoqlasholmay o'zaro urushdi. Bir qismi xoinlarga agishib Tog' sulolasiga taslim bo'lib, ularning kuchini bo'lib etdi. Mana mushu sabab intayin yomon rol o'ynadi. Yana biri Tog' sulolasi Ögi Qağanning talabini rad qilib, ularga harbiy jihatdan yordam bermadi. Uyg'ur qag'anligining o'z vaqtida Tog' sulolasiga qilgan harbiy yordamiga vafosizlik qildi. Agar Uyg'urlar og'ir ahvolda qolganda obdan ittifoqlashgan bo'lsa, Tog' sulolasi ularga harbiy jihatdan yordam bergan bo'lsa, ular kuch to'plab qirg'izlarga hujum qilib, Uyg'ur qag'anligini asliga keltirgan va o'zlarini tamoman yo'qolmagan bo'ladi. Pan Tekin boshchiligida g'arbga ko'chgan Uyg'urlar o'zaro urushib bir-birini qirmidi. Ular amal qilib hayot qilishni, darmon yig'ib kuch to'plashni, ondan qag'anlikni asliga keltirishni niyat qilgan edi. Shunga ularning bir qismi Beshbaliq, Qora shahar,
Pucha atroflariga kelib, shu yerdagi qarindoshlari bilan qo'shildi. Yana bir qismi bo'lsa, Kangsuga ko'chib berib, Kangsu Uyg'ur xonligi, ya'ni 870-yildan 1125-yilgacha qurilgan xonlik. Uyg'ur Idiqut xonligi qatorliq davlatlarni qurdi. Uyg'urlarning nihoyat jangovar qabilasi hisoblangan yog'milar bo'lsa, g'arbga siljib Uyg'ur Qaraxonlar davlatini qurishga boshlamchilik qildi. Shundaq qilib, bu qitimliq o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.